Toshkent havosi borgan sari yomondan yomon bo'lib ketayotgan paytda Toshkent postidan 7 kilometr kirganda shundoq katta bog' oldida suv, gaz, svet, postoyanno hamma narsasi zo'r joydan uy qurganmiz. O'zim qurganman bu uyni, maklerlasiz. Kesaklar xudo xolisa baraka qilamiz. Konturni katyol ishlab turibdi. Podulda bo'shga qo'yilgan suv postoyanno bo'lsa ham terma ish o'romli, yaxshisidan. Hop, bitta katta zal. Sistemalarimiz bunaqa sistemalar bilan birga. Hop, kirganda oshxona. Tegi podol oshxonani. Bitta детская. Bitta master spalni. O'zini sanuzili va orqa hovlisi bilan birga. Bitta o'sha sanuzil. Bitta yana kattagina spalni. O'zini sanuzili yoki garderob nima qilsa qiladi, orqa hovlisi bilan birga. Orqa hovli hamma suvli ko'chaga chiqqan qilib qo'yganmiz. Pastki nomerlar aloqaga chiqsanglar, kerak ko'rsatib baraka qilamiz.